erta saharlab qayerga ketyapsiz? Yo'lga odam gaplashib qo'yganman Toshkentga. Qo'shniya, qush tinadi, ot tinadi, siz tinmaysiz-a? Tirikchilikda. Hamid opa, bu o'g'lingiz yoningizga kirsa bo'lmaydimi? Sizga yordam bersa bo'lardi. Haligi o'g'lim imtihonga tayyorgarlik ko'ryapti. Bu yil xudo xohlasa o'qishga topshiradi. Ilohim, o'qishga kirib ketsin, niyatiga yetsin. Aytganingiz kelsin. O'zi dadasi o'tib qolmaganda bunaqa qiyinchiliklar qayoqda edi? Yaxshiyam menga mashina haydashni o'rgatib qo'ygan ekanlar. Ha, mayli. Bu kunlar ham o'tib ketadi. Hali o'g'lingiz o'qishga kirgandan keyin ishlab yoningizga ham kirib oladi. Xudo xohlasa ilohim aytganingiz kelsin. Ha, aytgancha, katta bugun qopda kartoshka olib kelyapti. Aytaman, sizga ham tashab qo'yadi. Yo'q, shart emas. Voy, ne xijolat bo'lasiz. Ha, ko'zdek qo'shni bo'lsak, bir-birimizga qarashib yordam berib turmasak bo'lmaydi? Rahmat, boringizga shukr. Mayli opa, yana xabarlashamiz. Mayli. Ehtiyot bo'ling. Yaxshi bo'lib keling. Xo'p bo'ladi. Xo'p.